bordi taqimda. Kaç kilo? 4 million 600 dan so'rayapti. Obunachilar 4 million 600 dan hammasi. 25 ta soni, 25 ta. Bitta aniqda. To'g'ri Dangal yursangiz. O'nta qo'ying. O'zim ko'rdim, ko'tarmagan bilmayman. Ko'tarmaganida men ko'pmi? Ko'rdim. Katta ish. 50 million bo'lsa, 1.5dan 10 tasi 45 million, 95 million. Yana 5 tasini qo'y. Ha? 20 million bo'lsa, Aylantirma meni tag'a, aylantirma. Barabanga solib aylantirma. 4 milliondan 5 tasi 21 million, 42 dan bo'lsa. Uni qo'yapti 50 million, uni qo'yapti 45 million. 115 million pul bo'lyapti. Ber. Yana 5 ta qo'yib hisobladi hozir. O'tkir. Haqiqatda halol dallolda. Dallolning zo'ri shu bo'ladi. Kesinglar, Nazarbayga yangi yo'lga o'tkir ushlab savdo qildiringlar, zo'r olib beradi. Haqiqatda halol dallol. 10 ta 50 million. 10 ta 45 million, 95 million pa. 4-5 ta qo'ying 21 million 42 million. Suyu 46 dan. Ha. Suyu 46 dan bo'lyapti. Narxini chiqarib bo'lgan bu o'zi. 115 million. 115 million. Tushunmayapti. Cho'ponimiz kalla ishlamayapti cho'ponni. Yo'q, katta ish. Yo'q bo'lsin, yo'q bo'lsin. Sen barakani olmasa ketaversin. Sen mardmi? Bu baba. 115 deyapti. 115 million hammasi. 115 million qo'l bo'shashga. Bermadi. 115 million. Bersang bo'lardi qo'l bo'shashga. Bu yerda ichida bishar. Sal o'tib bering, kecha bisharni turib qandlar. Aka, Mana qo'ylarsiga katta ish. bermayman. Aka, 4.8 dan bo'lsa 120 million bo'ladi. Bitta qo'yni bahosini o'tib bering. Bitta qo'ydi o'roq. Ha, bonusga. Lekin qo'y yo'q. Nomeringiz. 95lik 701 0205. Savdosh pishmasa olasizlar shu qo'yni. Buni qarab bir Telefon qo'yinglar mana. Ertaga Nazarbayga chiqadi. Bular savdosh pishmaydi-yu. Yarim Nazarbekda turibdi. Ha? Pula yarim. Yarmi Nazarbayda ekan, mana aytyapti. 25 ta qildi. 25 tasi Nazarbayda ekan, yarmi. Chevorasizlar, soni ko'p. Hurmatli obunachilar, telefon qo'rasizlar, boyagi nomerga pishmadi buni savdosi. Pishmadi. Buni mo'ljali balandroq ola olmaydi. 48 dan ham ola olmaydi. 46 dan qilib bo'ldi. Like, подписка, repost qilishimiz sizlar uchun maxsus. Xudo xohlasa ertaga ko'rishamiz. Chotki bo'ladi, xudo xohlasa.